Assalomu alaykum qadrli do'stlar, yakkakurash ixlosmandlari, tahliliy qarashlarimizni berib boramiz. Albatta qisqa va lo'ndagina imkoniyatlar borasida to'xtalamiz. Endi batafsil ipidan ignasigacha tahlil qiladigan bo'lsak, bu katta hajmni oladi. Shuning uchun biz eng kulminatsiyasiga to'xtalamiz. Men oilamni har doim birinchi o'ringa qo'yaman. Ularning xavfsizligi va qulayligi men uchun muhim. Cherry Tiggo 7 Pro shinam oilaviy crossover. Foizsiz muddatli to'lov shartlarida xarid qiling. Demak, dastlabki turnir 9-noyabr kuni Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lib o'tadi. UFC Fight Night turniri. Albatta Fight Card Fight Night turniriga xos tarzda tuzilgan, lekin bir qator qiziqarli janglar ham o'rin olgan. Shunday ekan, demak, boshladik. Dastlabki qarama-qarshilik. Demak, Max Gimenez, Josh Hokit. Demak, Gimenez Braziliya vakili, Hokit esa AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari sportchisi. Gimenez bu debyutant, asosan Shogun ligasida o'z janglarini o'tkazgan. Endi o'sha UFC faxriy jangchilaridan biri Shogun Rova ligasi bo'lsa kerak. To'g'risi bu haqida ko'p ma'lumotga ega emasman. Shuningdek, Josh Hokit bu Dana White Contender seriyasidan chiqdi UFCga va imkoniyatlar. Endi imkoniyatlar haqida to'xtaladigan bo'lsak, bu qarama-qarshilikda baribir Josh Hokitni darajasi yuqoriroq nazarimda. Har ikkisi ham deyarli bir xil jang o'tkazgan. Gimenez 6-1, 6 ta g'alaba va 1 mag'lubiyat. Josh Hokit esa 6 ta jang va barchasida g'alaba. Endi Hokitni ustunlik jihati, ya'ni imkoniyatini yuqori baholashimizga sabab, Hokit asosan nufuzli ligalarda jang qilgan. Garchi 6 ta jang o'tkazgan bo'lsa ham. Demak, Bellatorda, shuningdek LFAda va so'nggi jangini Dana White Contender seriyasida o'tkazdi va UFCga yo'l oldi. Bularning arsenali ham bir-biriga o'xshash, ya'ni submissionlar bilan, takeoverlar bilan g'alaba qozongan. Ya'ni o'sha kuchli zarba sohibi, shuningdek grappling hamda jiu-jitsusi ham yaxshi rivojlangan. Hokitning ustunlik jihatini aytib o'tdim. Yaxshi jangchilari bilan yaxshi ligalarda g'alaba qozongan. Shuning uchun bu qarama-qarshilikda Josh Hokitning imkoniyatini yuqori baholagan bo'lardim. Biroz ko'p gapirdim birinchi jang haqida. Keyingisiga qisqacha to'xtalib o'tamiz. Demak, ikkinchi jang Tessier Pennington, Dennis Gomes. AQShlik hamda braziliyalik jangchi qizlarning qarama-qarshiligi. Albatta, bu jangda biroz ustunlikni Gomesga bergan bo'lardim. Braziliyalik jangchiga. Bilasiz, braziliyalik qizlar hozirda UFCda hukmronlik qilyapti. Mackenzie Diorin yaqindagina chempionlik kamarini qo'lga kiritdi. Undan oldin o'sha Ronda Rousey, Holly Holm epopeyasiga yakun yasagan Amanda Nunesni yaxshi bilasiz. Shuningdek, bir qator braziliyalik qizlar reytingda yuqori o'rinlarni band etib turibdi. Shu qatori Dennis Gomes ham anchagina salohiyati yuqori bo'lgan jangchi, albatta Penningtonga nisbatan. Shuning uchun ustunlikni Gomesga bergan bo'lardim. Jang nazarimda to'liq davom etsa kerak. Xo'p. Navbatdagi jang Adrian Yanez hamda Cristian Quinones. Demak, Yanezni yaxshi bilasiz. Amerika Qo'shma Shtatlari vakili. Quinones esa meksikalik. Adrian Yanez bir necha yillar avval aynan o'ta yengil vazn toifasi prospektlaridan biri sifatida e'tirof etilgan. Hozir ham endi yomon emas. Demak, bu qarama-qarshilikda baribir Yanez UFCdagi janglar bo'yicha tajribaliroq va biroz mukammalroq raqibiga nisbatan. Shuning uchun Adrian Yanez ushbu jangda g'alaba qozonsa kerak degan fikrdaman. Xo'p, demak, navbatdagi qarama-qarshilik Jackson Makvey, AQSh, Robert Valentin, Shveysariya. Ba'zi
o'sha xorijiy statistikalarni targ'ib etib, statistikalar bilan o'rganib boradigan saytlar Robert Valentinni imkoniyatini yuqori baholamoqda, lekin men aksincha fikrdaman. Bu jangda Makveyni imkoniyatini biroz yuqori baholagan bo'lardim. Lekin 50-50 desak bo'ladi. Nisbatan imkoniyatni Makveyga bergan bo'lardim. Garchi aytib o'tganimdek, ko'plab saytlar Valentinning imkoniyatini yuqori baholayotgan bo'lsa-da, albatta bu mening shaxsiy fikrim. Navbatdagi jang Miles Jones hamda Daniel Marcos. Jones Amerika Qo'shma Shtatlari vakili, Marcos esa perulik sportchi sanaladi. Xo'p, bu jangda endi Jones Milesni janglarini ko'rgansiz. Yomon taassurot qoldirmagan, to'g'ri, mag'lubiyatlar bor. Daniel Marcos ham anchagina matonatli, chidamkor. Eng asosiy jihati shu. Bu jangda agar Milesni o'sha kardiosi pand bermasa, raqibga jiddiy bosh og'riq bo'lishi mumkin, lekin baribir ustunlikni Daniel Marcosga bergan bo'lardim. Xo'p, navbatdagi qarama-qarshilik. Haydar Emil, Jamal Emmers juda ham qiziqarli to'qnashuv, bir-biriga mos va xos raqiblar. Xo'p, bu jangda biroz Emilni imkoniyatini, ya'ni Haydar Emilning imkoniyatini yuqori baholagan bo'lardim. Jamal Emmers yaxshi jangchi, jiddiy qarshilik ko'rsatishiga shubha yo'q, lekin baribir hozirgi kunda Haydar Emil undan daraja nuqtai nazaridan yuqoriroq va katta ehtimol bilan Emil g'alaba qozonsa kerak degan fikrdaman. Xo'p, navbatdagi jang Melissa Kroden hamda Luana Santos. Endi bu kanadalik Melissa Kroden, Luana Santos esa bilasiz, braziliyalik jangchi qiz. Bu qarama-qarshilikda Luana Santosning imkoniyati yuqoriroq nazarimda. To'g'ri, Kroden ham o'sha kanadalik jangchi qizlarni bilasiz, Jasmin va yana bir nechtasi bor. Kanadada ham bu MMA, ya'ni qizlar, ayollar MMAsi yaxshi rivojlangan, yaxshi jangchilar bor, lekin Braziliya bu baribir Braziliya. Boz ustiga qizlar MMAsi yanada rivojlanib bormoqda va umuman arsenali, darajasi nuqtai nazaridan ham Luana Santos raqibasidan biroz ustunroq va Santosni imkoniyatini yuqori baholagan bo'lardim. Demak, navbatdagi jang Jacqueline Cavalcante, Portugaliya, Mayra Bueno Silva, Braziliya. Xo'p, endi Bueno Silvani ko'p ko'rgansiz janglarini. Biroz yoshi kattaroq. Cavalcante esa o'sha divizionda bir prospekt sifatida qaralyapti. Yaxshi saviyadagi, yaxshi darajadagi jangchi. Menimcha bu jangda Cavalcante g'alaba qozonsa kerak. Har holda unda imkoniyat raqibasiga nisbatan yuqoriroq. Xo'p, bizda yana bir qiziqarli jang. Marco Tulio Silva, Braziliya, Leroy Duncan, Angliya. Qiziqarli jang. Leroy Duncan qandaydir bir zerikarliroq jang olib boradi va qandaydir janglarini ko'rsangiz, bunda bir odamni lol qoldiradigan, bir o'zini o'sha tashrif qog'oziga aylangan uslublari bo'ladi-yu. Shunaqa narsani ko'rmayman ochig'i. Endi albatta meni shaxsiy fikrim bu. Tulio Silva esa Duncandan ko'ra sal mukammalroq jangchi. Shuning uchun bu qarama-qarshilikda Tulio Silvani imkoniyatini yuqori baholagan bo'lar edim. Xo'p,
bizda navbatdagi jang Mechit Shnel AQSh, Jozef Morales AQSh. Yaxshi jang bo'ladi. Shnel bu jangda raqibiga nisbatan biroz imkoniyati past baholanayotgan bo'lsa-da, menimcha jang taklif eta oladi Moralesga. Shunday bo'lsa-da, baribir Moralesning darajasi, imkoniyati yuqoriroq. Shuning uchun bu jangda Moralesni g'alaba qozonishini kutyapman ochig'i. Xo'p, asta-sekin asosiy janglarga ham yetib kelyapmiz. Yana bir muxlislarni befarq qoldirmaydigan qarama-qarshilik. Ricky Simon AQSh, Raoni Barcelos Braziliya. Xo'p, Ricky Simon ham o'sha yuqorida ta'kidlab o'tdik-ku, Adrian Yanes toifasidagi jangchilar, ya'ni o'rtamiyona jangchi vazn toifasida, vaholanki ular dastlabki o'tkazgan janglaridan so'ng o'sha reyting yuqori pog'onalardan o'rin olsa kerak degan fikrlar yangragan edi. Bu qarama-qarshilikda Ricky Simonning imkoniyati birmuncha yuqori raqibiga nisbatan va Simon g'alaba qozonsa kerak degan fikrdaman. Xo'p, endi navbatdagi jang. Urosh Medik Serbiya hamda Muslim Salixov Rossiya. Muslim Salixovning so'nggi janglarini ko'rdingiz, a? O'sha portlovchi zarbasi bor, lucky panchlari bor. Birgina zarbasi bilan jang taqdirini hal qilib qo'yadi yoki o'sha high kicklari, middle kicklari juda ham og'riqli, juda ham kuchli. Urosh Medik Muslim Salixovdan ancha yosh. Bir-biriga mos raqiblar, udarniklar. Agar Muslim Salixov o'sha kardio borasida lagerni yaxshi qilgan bo'lsa, kardiosi yaxshi bo'lsa, menimcha Medikni mag'lub eta olish imkoniyati bor, lekin real yondashadigan bo'lsak, bu jangda Urosh Medikning imkoniyati juda ham yuqori. Va so'nggi jang Ismail Bonfim Braziliya, Chris Padilla AQSh. Demak, xo'p, Chris Padilla janglarini ko'rgansiz. Bosh og'riq bo'la oladigan, chaqilmas yong'oq. Lekin Ismail Bonfim Padillaga nisbatan anchagina mukammalroq jangchi. Arsenali boy. Va braziliyalik jangchilarni bilasiz, jiu-jitsusi ham juda ham yaxshi shakllangan. Aksariyatini. Men o'ylaymanki, bu jangda baribir Ismail Bonfimning imkoniyati yuqori va katta ehtimol bilan Bonfim ushbu jangda g'alaba qozonsa kerak. Bu 9-noyabr kuni bo'lib o'tadigan UFC Fight Night turniriga oid o'sha tahliliy qarashlarimiz, albatta qisqa va lo'nda bildirib o'tdik va yana bir karra ta'kidlab o'taman, bu shaxsan mening fikrlarim. Aslida kim g'alaba qozonadi, o'sha kuni bilib olamiz. Demak, bizni yangi Telegram kanalimizni kuzatib boring va obuna bo'lib qo'ysangiz zarar qilmaydi. Navbatdagi turnirlarda, ya'ni tahliliy shunday chiqishlarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.